Assalomu alaykum qizlar. Bugun men sizlarga turkcha qiymali pide ko'rsatib beraman. Menga 100 gramm sut, 100 gramm suv iliq bo'lishi kerak. 3 osh qoshiq yog', 3 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq guruch, 1 osh qoshiq tuz kerak bo'ladi. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Yumshoq xamir qaynamaymiz. Mana xamirimiz yumshoq bo'lib pishmoqda. Endi nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinkasiga 2 tomon piyoz, 3 tomon pomidor, 1 tomon bolgarskiy qurib oldik. Nachinkasini tayyorlab oldik. Mana xamirni yarim soat dam oldi xamirni. Mana yarim soatdan keyin mana shunaqa qilib yoyib olamiz. Yopishmasligi uchun sizga un sepdim. Qizlar, sizlarga yana bir narsa aytib o'tay. Qiyma tayyorlab oldim. Qiymani olgan videom o'chib ketibdi, uzr so'rayman. Qiymaga qo'shib nachinkaga tayyorlagan piyoz, pomidor, bolgarskiy qo'shib qovuramiz. Xamirni ichiga mana shunaqa yoyishtirib olamiz. Tegirmonni qo'yib olamiz, yaxshilab yopish kerak, qochib ketishi mumkin. Buni 20 daqiqa dam oldiramiz, shishib chiqishi uchun, shishib yaxshi chiroyli bo'lishi uchun. 20 daqiqadan keyin yuziga tuxum yoki bo'lmasa soda suvini surib 200 darajada qizib turgan tuxumga pishirib olamiz. Qizlar, men soda surgandim, unchalik chiroyli chiqmadi. Istesanglar tuxum surishni mumkin. Qaranglar, pidamiz pishdi, juda chiroyli, juda mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Videoim yoqqanmasa like bosishni unutmanglar. Hammalaringizga yoqimli ishtaha.